Instagramda virusdek tarqalgan klubnikov shokoladini kimdir o'xshata olyapti, kimdir o'xshata olmayapti. Qanaqadir graduslar, yo'l yo'riqlar o'rgatilyapti. Men bugun sizlarga oddiygina, osongina uslubda ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib, sifatli shokoladni mikroto'lqinli pechda 30 sekund impulsda eritib olamiz. Ikkita plitka shokoladga 2 osh qoshiq yog' qo'shib aralashtirib oldim. Bu yaltirab chiqishi uchun. Katta dona qulupnaylarni yuvib, quritib olib, tayyor shokoladga botirib olamiz. Shokolad me'yorida erigan bo'lsa, qulupnayda o'zini ushlab olishi rosa ham oson bo'ladi. Shokoladi erimay turib, xohlagan posipkalarni sepib olishingiz mumkin. Qulupnay, qurt va shokolad uyg'unligi qanaqa bo'lishiga qiziqib, mana shunaqa shokoladni ham tayyorlab ko'rdim. Hammasini tayyorlab olganimizdan so'ng birpas muzlatgichda ushlab tursak, shokolad qotib o'zini ushlab oladi. To'g'risini aytaman, sho'r, qurt, shokolad va shiringina qulupnay uyg'unligi umuman boshqacha ta'm bo'ladi. Agar shu videodan keyin ham o'xshata olmasanglar, demak, gap retseptda emas, o'zingizlarda qoladi.